Ay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkiyel için imkan fakat akil Vay yıkıl bilen pemdur İgem yorayı abi Ay ölmeydiğen kim var ya Assalamu alaykum, hörmətli televizor köykçülər. Erik televiziyasiga hoş geldinler. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Qazaqistanның Almaty vilayeti yaqinlaridagi Chilek nahiyasida yaşap turayotgan Uyg'urlarımızdan Saydullam Eminov efendimning hayotini sizlarga tanıştırıp etimiz. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Mening ismim Saydullah. Dadamning ismi Habibullah. Babamның ismi Eminaxun. Çoğun buğumuz G'inaxun 1882 yılı umumi Uyg'urlar köç vaqtida köçüp Qora Miyisiga o'rinlashibdi. Babamның bir qiz, 4 o'g'li bo'lgan. Eng cho'ng qizi Oyim qiz deb atiladi. Ondan keyingisi Mehmet Osman. O opamның dadısı. Ondan keyingisi Eminaxun. O dadamның dadısı. Ondan keyin Davutaxun, ondan keyin Avutaxun. Endi bular öz devrinde Qoramda hayat geçirdi. 1918 yılı Eminaxun babamni Lavarda etib etdi. Mehmet Osman babamni Qoramda öyde yatqan edi. Momam bilen ikisini, balası bilen üçünü qoşup etib etdi. Mehmet Osman'ni Qoramlıqlar asli Mehmet Osman Harukash deb tanıydı. 1916 yılı Rossiya chet ülkelerden laşmalılıqqa adamlar ağan çağda baylar ulardan faydalanıp kambag'allarning balalarını berip baylarning balalarını arıp qalgan. Mana mushu sebepke Mehmet Osman babam qarshi bo'lgan. Keyin Qoram bo'lsa arıp bo'ls deganniga hamma jurt qarshi chiqib Arap boğusunu öldürüp etken. Şu çağda o vakti Almaty'ni Verni şehirde etti. Verni'deki adamlar kelip şu babamni sen Arap'ni öldürüşke katnaşdın. Sen şununla günahkar deb babamni elip Verni'ye apırıp türmüge solaydı. 17. yılı Revolütsiya bo'lgan chaqda Almaty'da Sovet hükümeti kurulup 18 yılı 17 yıldan keyin 18 bo'lmagan vaqtida babamni bo'shtiydi. O babam turmada yetib og'rib uy keldi. Uy kelganda babam uyda og'riq yotgan chaqda Muravyovning askarlari Lavarda adamlarını etip öy atkan çağda kirip momamni balsılarını etiyordu. Apam bilen çoğun adam Süleyman ular keçip ketip bağdaki yağaçlarının arasına konup şeyini saklanıp kalırdı. Bu 18. yılı bo'lgan voqealarni opam rahmeti etib bergan. Endi men dadam
Heyvullah, asli Uygurlarda Heyvullah deydi, o Habibullah. O Qoramda 1905 yılı tug'ilgan. Men Chelakda 1932 yılı tug'ilibman. Bu aralıkta xeyli hayatda xeyli o'zgarishlar bo'ldi. Dadamni maktabga avatgan chaqda, diniy maktabga avatgan chaqda bu bir qancha kun o'qib, "Voy, bu o'qish qiyin-ku" deb diniy maktabidan ketib qolgan. Shuning bilan buvam Iminaxon sen yo'q, ko'chada qolsa deb bir o'tkichiga berib, hilqi o'tkichi buni o'tkichilikka o'rgatgan. Dadam o'tishkili degan. Shuning bilan biz mashada hayot kechirdik. 32-33 yilları bu Qozog'istonda ocharchilik o'tdi. Shu chaqda shu dadam, cho'ng dadam, Davud bovam bular Narınqolga boradi. U yoqqa o'tib ketamiz deb. Chigara yeb bilib qolgandan ular u yoqqa o'tmaydi. Shundan Davud bobomni ashada sen mo'llikasan deb tutib Shamolg'onga opirib 38-yili etib o'tdi. 39-yili biz bu yerga qaytib kelamiz. Qaytib kelib meni Abduqodir tog'am yetlab maktabga opadi. Men o chaqda bu yerda Uyg'ur o'ttira maktabi bor edi. Men 4 yil Uyg'urcha o'qidim. Undan keyin urush boshlanib ketgandan keyin Uyg'ur maktabi bilan Qozoq maktabi qo'shilib ketib, Qozoq maktabi bo'ldi. Qozoq maktabining 10-sinfini qozoqcha bitirdim. Ana urush yillari biroz eslab o'tay. Urush yillari ahvoli nihoyatda og'ir bo'ldi. Dadam rahmatli Malvaydagi Lenin kolxozining raisi Ahmet Darvonqulov bilan kelishib Malvoyga ko'chib ketmoqchi bo'libdi. Biroq urush boshlanib ketib, dadam 1942-yili 4-fevralda armiyaga ketib qoldi. So'ng urush maydoniga ketdi. Shu chaqda Ahmet Darvonqulov kolxoz raisi kelib opam bilan so'zlashib, "Mashaq Habibullah Malvoyga ko'chib bormoqchi edi, urush boshlanib ketib, u ko'chib boramidi. Sizlarning uy baza bo'lib qolsin." Baza deganda o'sha Chelakdagi mehmonxona. Bizning kolxozchilar bu yerga kelib, ishlarini bitiramasa qo'nib ketadi. Endi qishning kuni traktorlarni, kombaynni remont qilamiz desa, mashada yetib remont qildi. Endi sizlar kolxoz raisi, kolxoz a'zosi. Biz sizlarga ma'lum darajada emgak to'laymiz deb ketdi. Shu sababdan men qandoq ta'tilga chiqdim, shundoq Malvoyga berib kolxoz ishlatdim. 42-yildan 49-yilgacha kolxozda ishladim. Endi kolxoz hayoti, u hayot ig'irchilik jiq bo'ldi. Lekin men o'qishimni hech qachon tashlamadim. Dadamdan xat keladi. Dadam opamni Og'cha dedi. Bu asli o'zining iti Risolatxon. Endi bular asli u yoqdan G'ulja atrofi, Qashqa atrofida bo'lishi kerak. Shuning uchun Og'cha degan boylarning, atoqli odamlarning kelinlarini itni otmayla Og'cha deydi ekan. Shundan qolgan nam Og'cha. Har bir kelgan xitida bolalarni o'qit, bolalar bilim olsin, bolalar tarbiyalansin deb yozadi. Shuning uchun opam bor imkoniyatning borini yaratib, yo'qni bor qilib
bizni hech qachon osh qo'ymay, yalang'och qo'ymay o'qitdi. Men inim Olimjon 40-yil tug'ilgan, singlim Mahfiratxon 37-yil tug'ilgan. Shu opamning qudrati bilan, opamning qobiliyati bilan biz hech qanday jaboat etmay maktabdan bitirdik. 1949-yili men 10-klassni bitirdim. Endi men 32-yilda tug'ilgan. Endi institutlarda stipendiya berdigini, yataq berdigini hech kim bizga xabar qilgani yo'q, hech kim bizga aytqani yo'q. Shuning uchun men deyman, men o'qishga borsam, meni kim ta'min qildi? Kim boqadi? Ulardan harbiy o'qish ketay deb Cumhuriyetlik harbiy komissariyatga bordim. Avval rayonlik komissariyatga bordim, berdim. Sen 32-yilning kelsa, sen texi yosh kelsa, 16 yosh. Seni biz armiyaga olamaymiz. Harbiy o'qishga olamaymiz deb. Endi qanday bo'ldi deb o'ylab turardim. İlyas Simetov degan og'inam bordi. Bizning ko'chada maydilarda ularning uyi. Shu uyda turadigan. İlyas, "Ey, sening familiyang o'zgarib ketgan. Sen maktabga kelgan chaqda Iminov bo'lgandan. Hozir sen Aminov bo'lib qolding. Sen boshqa dokument berib, boshqa pasport ol." Endi qanday Aminov bo'lib qoldi? Dadam mesela 39-yili etilgan Verniy Put degan bir tashkil organizatsiya bor edi. Shu yerda o'tikchilar sex bo'lgan. Shu o'tikchilar sexini boshqardi. Bu yerda ikki Iminov. Biri Iminov İsmail, biri Iminov Ibibulla da qo'yibdi. İkisinden iyi. Birinin zarplatını biri oldu ki. Ben mektepke yeni bakan vaktimde dadam sordu. Balam, iyini kısak bulamdı. Ya buldu, Aminov buldu. Dedim. Ekin oruslarda yok, şimdi Aminov bulup kaldı. Aminov bulup onun için 49-yili Cumhuriyetlik komissariyatga berib, Saratovda lotniy o'qish bo'lgan. Lotchik bo'lish. Men shek borman dedim. İmtihonlarni topshirdim, yaxshi topshirdim. O'zim tirishib o'qitdim. Shuning bilan o yerga konkursdan o'tmay qoldim. Shuning bilan meni Tashkentdan yendiki Chirchiq shahridagi tankovoy uchilichi aytib o'tdi. U yerga berib juratdim, ekzamenlarni yaxshi topshirdim. Bir vaqtda qarsam bir odam tank remont qilib beribdi. Yeniga bordim. Sen yeni o'qish keldingmi? Ha, yeni o'qish keldim. Ha, yaxshi. Bizning uchilichi yaxshi, unda hurmatlik, bunda hurmatlik dedi. Palonchi kun ipagini, kulishni ipagini, men ipagini, yana ipagini. Hey, sen bunu nereden öğrenip yürüse? Ben kolxozda işledim. Kolxozda traktoristler, birli traktör bulup, traktoristler kecha gündüz ya haydattı. Aşı traktoristler beni ya traktör haydashga o'rgatdi. 1 saat, 2 saat ben traktör haydattım. Keyin traktorni remont qilganda shu traktoristlarga yordam beretdim. Shu yerda men o'rgandim dedim. O, nağı yaxshi kesadim. Keyin dedi o. Bizning ujush unda yaxshi, bunda yaxshi kapsaydi. Mening bir inim bor edi. Hilqi inim man xat ezibdi. Aka, sen shu
tank o'qishida o'qib, o'shada ofitser bo'lib ishlayotsa, men o'sha bir o'qisam deb yezibdi. Men onunğa, "Hay ukam, sen aldırma. Sen aldı bilen institutni, üniversitetni tüget. Andikin kegen 35 yaşkıça okuşu alıverdi." Dedim. Şunu bilen beni ukam kem değil. Gıppıtı isim geldi. İsim geldi, toxta. Bu adamın gipinin cini var. Şunu ahırki imtihan Rus tilden diktat yiyişi kaldı. Endi 10. klas Kazakça mektepte bitiren Rus dilini 100% yazamayız. Onun üstüne özel hatalarını evtip yazdım. Şunu bile ben yazğanğa bir koyuptu. Meni aziyette birini koşup 2 koyuptu. Mandatlı komissiya kirdim. Mandatlı komissiya meni sen maçta Rus tilden nachar kelsa, sen öyüңгө бар, апаң бар ekan, singling ining бар ekan, shular qara, Rus tilini obdan o'qi, keldigan yilga ket, biz seni qabul qilamiz dedi. Shaqi qildim, uy qaytib keldim. Uy qaytib kelib, nim qilarimni bilmay bu yerda juratdim. Shoqda rayonning boshlig'i Rozi Amatov degan odam bo'lgan. O bizga geografiyadan ders bergan. Shu adam uchrab qoldi. "Ey, nimga yursa? O ish topamay yurma. Malvoyga bor, fizikultura muallimi bo'lib" deb buyruqni yezib bilmadi. Shunga Malvoyga berib, bir yil fizikultura muallimi bo'ldim. Endi mening o'yim, xiyolim o'qisam deyman. Bilim olsam, oliy bilimliq bo'lsam deb o'ylayman da. Şuna qaytib keldim, qaytib kelgandan keyin bir og'inimiz Toshkentda macha bir o'qish borki, Toshkentga boramiz dedi. Shu chaqda mening qo'shnim, yaqin og'inam Ilyos, yaqin og'inam Abdurashid, Basiyetlik To'xtaxon, undagi mechada G'ani degan bola vardı, Baribayev G'ani degan. Shu 5imiz yig'ilib Toshkentga bordik. Endi Toshkentga boradigan poyezd Novosibirskka Toshkent bir tallı poyezd uçakda. Novosibirskdan keldi, 5-6dan bilet aldı, bizlik bilet yok. Ota qila 14 gün vokzalda yetib, bu yerga yetib, onu qilib. Biroq o'qishga boramiz degan niyat, o'qiymiz degan niyat bilan o qiyinchiliklarni qiyinchilik emas deb tirishib, undan shu Toshkentga bordik. Toshkentga borgan chaqda imtihonlarni topshirib, undan o'qishga tushdik. O'qishga tushib, tirishib o'qidik. Tirishib o'qimasak, agar bir fandan uchib qolsak, stipendiya yo'q. Biz 1 yil yotoqda bo'ldik, qolgan 4 oralıqda 1 yil, yarim yil yotoqda bo'lib qoldik. Biz faqat kvartira yetib yurdik. Tirishib o'qidik, tirishib. Şimdi o'qishni bitagandan keyin O'zbekiston Ma'rif ministrligi bizni qabul qildi. Sizlar Qozog'istonda gapsizlar. Endi bizga kadr kerak. Sizlar mechada qilinglar. Mechada sizlarga ish yetarli deb turib oldi. Biz dedik, "Yo'q, ketamiz. Qozog'istonga ketamiz." Shunda men Qozog'istonga keldik. Qozog'istonga kelib, Ma'rif ministri kirdik. Sizlar nega borsizlar? Çilek varmış. Çilekini qo'yinglar. Sizlar musha Olmutidimi sizlarga o'rin yetadi maktab muallim bo'lish. Çilekni qilinglar. Mesha Olmutida qilinglar. Yo'q, çilekka boramiz. Shunga çilek qaytib keldik. Men Basiyetga chiqdim. İlyas Qo'ramga chiqdi. Abdurashid
Qarturuq ketdi. İlyas bir yıldan keyin Zina Akbarova degan ataqlıq artistga öylenip o Olmutga ketdi. O Olmutda ishlab kandidat nauk bo'lib ishlab judi, ondan o yosh o'lib ketdi. Men chiqdim. Ministerstvo iqtisodiy ishga, Ma'rif ministerligi, akademiya iqtisodiy men bormadim. Bormag'animning sababi opam qiyinchilik yillarida tirishib yurib, bizni och qo'ymay, yalang'och qo'ymay o'qitgan opamni ko'chaga tashlab ketgim kelmadi. Shuning bilan men o'sha yerda qoldim. 12 yil Baysiyatda muallim bo'lib ishladim. Ondan keyin 1968-yili Ro'zbaqiyev maktabi o'rta maktab bo'ldi. Ben meşeye keldim. Baysiyatda faqat ilmiy mudir bo'lib ishlaganman. Bu yerga kelma ilmiy mudir bo'ldim. Tarbiyaviy ilmiy mudir bo'ldim. Hozir 10 sinfdan tashqari ilmiy mudir deb ataydi. Ben aşağıda işledim. Ben özüm oliy ma'lumotli bo'lganlikdan, özümge özüm pishiq bo'lganlikdan men hech qanday jafo tortmadim. Özüm zavush bo'ldim. Aşağıda 30 yılga yaqin Ro'zbaqiyev maktabida ishledim. Ondan keyin pensiyaga chiqdim. Hozir Xudoga shukr 6 balam bor. Eng cho'ngi asalat, keyingisi salomat, ondan keyingisi muhabbet, ondan keyingisi Odiljon o'g'il, Odiljondan keyin Radagul qizi, ondan keyingi Saydalimjon. O Saydalimjon bilan hozir men mushu uyda turyapman. Bolalarim har qachon, bolalarimning hammasi o'z darajasida bilim oldi. Eng cho'ng qizim vrach, onun keyingisi texnolog, onun keyingisi geolog, onun keyingisi pedagog, onun keyingisi bir nima mexanik deydi, училищeni tugatdi. Bunu Saydalim o akademiyani tugatdi. Adirmashada ishlayotdi. Singlim meditsinskiy institutni bitirdi. İnim Alımcan o Yezi İlgilik İnstitutunu bitirdi, agronom bu işli. Hazır bana Meryem işkimiz, Meryem bilen ben Taşkent'te öğlendim. 57 yılı meşak geldik. Şunun biri naati inak, balı terbiyelem. Meryem'e benim bilen bilim mektepte malum bu işildi. Xudoga shukri, hozir hammasi yaxshi. O'zim hozir aytar salomatligim yaxshi. Uyda dam olib yuryapman. Vatanga berib boqmoqli qancha yil bo'ldi sizlarga? Berishni orzu qilib boqdingmi? Nima deb bormaylar? Men vatanga boramadim, talay tirishib boqdim. İmkoniyat bo'lmadi, men boramadim. Endi buni keyin berib qolsam mumkin. Ben uyaktan kelgan adamlar bilan nəhayət yaqin aralashıma. Ular meni faqatla aşağının adamları deb tanıydı. Çünkü biz aşağıdaki xodimlar qilib tayyorlagan. Biroq xalqqa ahol o'zgarib ketib, biz u yoqqa bormadik. G'ani Boturni ko'rganmisizlar? Ko'rdim. Eslatib qanday bir odam bu? Ben Baysiyatda ishlab yurganda 58-yili bo'lishi kerak ehtimol. 58-yili Baysiyatning eng yuqorisida etinimida bir adam bor edi. Şu adamlarning uyi kelibdi. O chaqda bu yerlarda magnitofon degan narsa yo'q. Volga nima? Победа maşinesi, içinde videosu var, aşağıda kaptı.
Aşağıda otadık. Birinci kedim mezganini aşağıda ködüm. O adam nəhayət yaxşı gəplərini xıppadı. Acayip çıraylık derslerini etdi. Adamların suallarına doğru cevap verdi. Bir adam sordu. Ginika, siz şuna nəhayət küçlük deydi. Bunu kozlanmışda atıp sındırıyordu. Deydi de anıldı. Rast mı o da? Külük etti. Rast zindana düşüp kaldım. Zindanı yatsam aşağıda bir tungan adam var ki ey gene biz seni yaxşı tanıyımız. Sen bir yerden kandak bulmuşsun bir şey çıkıp gitsin gerek. Mesela tanıdığın adamların var mı? Samsak akıpasın dedi. Ey bu sesi zindanda samsak nem kılsa etse gerekti. İtipsike üyeden bir tanışları samsak akıptı. Samsak ne? Ona nimge orada izip samsakını sıkıp uğrap latı bilen bağlı koydu. Bir haftanın için çirk gitti, tümür. Mıda üzüldü. Oça kılıp samsak bilen bunu üzdüğümdü. Ginika seni itipti falançı, itnet, unuttum isim diyor. Sizge ok tekmepti o, ölmepsiz o dedi, külüp gitti. Rast atkını. Ben at minip turattım. Kolum dedi benim barı dedi o. Mına alı karsam bir adam mıltıkını tenglavatıdı. Ben şunda alı kıldım de kolumdakini. Şahat ok mundunu tegip kalkıp çıkıp etti. Şundan ulan ben ölmedim. Endi ulan bir yayını azat kılan çağda eşedeki birileri atkan. Aç paran kıldı. Ondakin Ginika dedi, he. Bu nimege Hulcu'da eşeğini kandak aldınla hücum kılıp dedi. Sizlerini partizan da atattı. Oyaklar kırıp kandak aldı. Biz oldu bilen bir qancha tayyorlik ko'rib, oldi bilan boshqa odamlarni avatdik dedi. O odamlar hujum qilib, undaq qilganchilar biz keyindin, dushmanning keyindin besib kirib, o'shani ozod qildik. O'shaqa gaplarni aytib berdi. Ikkinchi qitim Rozbaqib, Abdulla Rozbaqib ko'chasidagi Qurvon degan bir yigit xatmin to'y qilibdi. Bizni qichiribdi. Men G'anikamni ashada ko'rdim. Ashada ko'rdim. Paranselishtoq. Ondan keyin unda qaysida bir yubileyni o'tkazdi, o'zining judida. U o'zining judida emas, Mayaqdagi keng maydonda. Keng maydonda ashada o'tkazdi. Eşek buldum. Eşeğimi koydum. O adam özü yoğun. Kılıçka boşta adam. Kolları tak maştaklı. Tazı yoğun kolları. Gap sözleri nahit orunda. Oylap aldırmay sözleydi. Şunak baytlayın. Keyin o adam tükep ketkendikin keyin onun nimelerinin talay yığılırı badım. O adamdan bilen ben kandak uçraşkınım doğruluk televizörden kaka adamlarga sözlemedim. G'ani Batır'dan başka bir yerde mesela çoğladın. Kimlerini bir yakın bir köygen mesela dağlık adamlar? Bu kimlerini köydüler bir yerde? Ben Almatı'da köyen haşır o adını. Ondaki bir kızım çelek keptike çelektime adamla paran savat kayat şahit buldum. O adam bile ben paran sağmadım. Bırakıyordum. O adamın gaplerini tınışıdım. Kaş melesidin. Gülüm. Şunun için bir yerde kaşlıkla nurgun. Şularının hemmisini özümün jutluğu dep meşede
aşağına arlap kilidi. Endi bir yerde 82 yılı köçüp kelgen çağda Masaqның uyquda qaynuq degan meli bo'lgan. Shu qaynuq degan melide G'anaxun kelib, G'ani kelib. U yerda alohida bir nazar o'tkazgan. Avtobus Olmaotadan bir avtobus odam kelgan. Undan keyin Mashhadagi qo'shiqlarning hammasi ashar qatnashgan. Shu to'g'riliq men keng bir maqal yazgan. Kommunizm tug'uga. Biz Uyg'ur tilida chiqadigan kommunizm tug'i degan. Ashada shu G'ani to'g'riliq Nurxon yazgan men. Ne bilen yazgantılar? G'anining asha kelgan to'g'riliq. Ashadan nazar o'tkazganlik to'g'riliq. Asha. Endi odamlarning ba'zi birlarining aytib berishicha ashaga berib G'ani biroz hozir u yo'q u yer. U yerda hech bir narsa yo'q. Tub-tuz yer. Asha kelib bir yoki bizning uy Mashhad bo'lish kerak deb bir yan kaptika ashaga darrov dasturxon sapdi. Kigizlarni sapdi, gilamlarni sapdi. Ondan keyin dasturxon solib ashada nazar o'tkazgan. Shu nazar to'g'riliq yozdim. Sizning özlerinin hayatı da sizning qilaman deb qilinmagan armonlar nima sizning? Men armon to'g'risi mening asosiy armonim bilim bilish bo'ldi. Chunki mening dadam tamamen savodsiz odam bo'lgan. Bunda bir yozganda elif deydi. Nimada Arab yezigida tayoq. Tayoqni elif deb tushunmabdi degan so'z bor. U savodsiz degan so'z. Shunchalik savodsiz deydi. Dadam meni o'qildatdi, o'zimni armonimma shu o'qishdi. Men o'qidim, maktabni bitirdim, universitetni bitirdim. O'zimni armonlarga yetdim. Biroq lyochik bo'lolmadim. Ben lyochik bo'lman degandim. Lyochik bo'lolmadim. Keyin unga harbiy bilan nim qilmadim-da, universitetga tushib, universitetda o'qidim. Qanday bir yurak so'zingiz bor bütün Uyg'ur qarindoshlarga? Men yoshlarga nisbatan aytadiganim o'zingning ona vatanini unutma. O'zingning ona vatanini qadrla, shuning qadriga yet. İkinci dediğim o'zingning millatini, urf-odatini, tarixini yaxshi o'rgan. Kelajak sizlarniki. Endi kelajak sizlarniki bo'lgandan keyin o'zingning Uyg'ur ekanligingni yaxshi tunib, Uyg'ur ekanligingni yaxshi bilib, Uyg'urning obro'yini saqla. Uyg'urning tarixini yaxshi o'rgan. Hech qanday chetki qalaymiqonlarga yoki bir to'qinishlarga aralashma. Undaqlarga aralashsang, o'zing obro'yingni yo'qotsa, o'zingning obro'yini saqla. Sen bilimlik bo'lsang, qobiliyatli bo'lsang, o'zing uchun. O'zing qanchalik o'zing o'zlatsang, o'zing hayotingda shu sana yaraydi. Shuning uchun xalqning hammasi bir bo'lish kerak. Inoq bo'lish kerak. Bir-birini izzat, hurmat qilish kerak. Asosiy mening aytmoqchi bo'lganim ana shu. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi Hayot shohidlar programmamiz mushada yaqinlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimizni ko'rishaylik.